Biz bugün Hal Muhammed Bey ukamız bilen Toshkentdan kelgan ekan. Domlarni var ziyorat qildik, hojiboni ziyorat qildik. Bu yoqda boshida Eshonboni var ziyorat qildik. Avlodlarini topdik, gaplashdik, dinlashdik. Bu kishi bir xayrli ishga qo'l urgan ekan. Shu xayrli ishida bu kishiga omad tilaymiz. İşi bardavom bo'lsin. Qilayotgan ishlarini Allohjonim o'zi to'g'ri yo'lga boshqargan bo'lsin. Bu kishining otasi Xudoyberdi bobo, Hoji bobo deymiz. Mening otamga bir birodar bo'lgan, bir joyda o'sgan, Sho'rchida ham, bu yerda ham birga yashagan. O'g'illarim, o'g'illardan birodarimiz bilan biz bir joyda tanimoqamiz, bir joyda o'sganmiz, yashaganmiz. Bulardan o'tib ketdi, bular bilan oxirat obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Bizim Hoji boboga ham shu Xudoyberdi bobomiz ko'p xizmat qilgan. Bular bizim ukalarimiz, qadrdonlarimiz. Bulardan ham omadini bersin, kelinini qo'shqa qilsin, baxtli bo'lsin. Bolalarning yaxshiligini ko'rsin. Allah rahmat hammalarni